Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Oltin to'p sohibi Yamalni Mbappe bilan solishtirish kerak emas. Kylianning darajasi ancha yuqori. 95-yilgi oltin to'p sohibi Jorj Weah Kylian Mbappe va Lamine Yamalni o'zaro solishtirish urinishlaridan mamnun emas. Liberiyaning sobiq prezidenti El Chiringuito nashriga bergan intervyusida Madridning Real klubi fransuz hujumchisi Barselona ning 18 yoshli ispaniyalik futbolchisidan ancha ustun ekanini aytdi. Mbappe fenomen. U juda yaxshi o'yinchi va ajoyib to'p urar. Yamalga kelsak, u shunchaki yosh yigitcha. Uni Mbappe bilan solishtirish kerak emas. Mbappe fenomen, Yamal esa hali endi rivojlanmoqda va o'smoqda. U o'z yo'lida davom etishini umid qilaman. Ammo uni Mbappe bilan taqqoslab bo'lmaydi. Mbappening darajasi ancha yuqori ekanini hamma biladi. Siz qanday fikrdasiz? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Realchilar Mbappe deb, Barsachilar Yamal deb komment qoldirsin. Ularning faoliyatida yangi sahifa yoxud 2 nafar futbolchimiz Portugaliyaning Braga klubiga ko'chib o'tdi. O'tgan yili o'smirlar o'rtasida Osiyo chempionligi qo'lga kiritgan milliy jamoamiz a'zolari yevropalik agentlarning e'tiboriga tushgandi. Natijada futbolchilarimiz Sayfiddin Sodiqov va Sadriddin Hasanov Portugaliyaning Braga klubining jiddiy qiziqishlariga sabab bo'ldi. Faqat yosh masalasi o'laroq ularni qo'lga kiritish biroz keyinroqqa surilgandi. Ma'lumki, Sayfiddin Sodiqov 2008-yilning 27-iyun sanasida Toshkentda tavallud topgan. Qanot yarim himoyachisi Odil Junior akademiyasi tarbiyalanuvchisi sanaladi. O'zbekiston U17 milliy jamoamiz bilan Osiyo chempioni bo'ldi va jahon chempionatida qatnashdi. Futbolchi birinchi davrani Superligada Andijon safida o'tkazdi. Ilk bor ushbu klub sharafini himoya qilgan holda Superligada debyutini o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Sadriddin Hasanova 2008-yilning 21-may kuni tavallud topgan. U hujumkor vinger. Bungacha bunyodkor tarbiyalanuvchisi sifatida klub sharafini himoya qilib keldi. Futbolchi qaldirg'ochlar bilan Superligada 6 ta, kubokda bitta o'yinda maydonga tushdi. Sadriddin ham o'smirlar jamoamiz safida Osiyo chempionligiga erishdi hamda jahon chempionatida qatnashib, o'zidan iliq ta'sirot qoldirishgani barchamizning yodimizda. Shu sababli yigitlarimizga chetdan qiziqishlar bo'ldi va ularning orasida portugaliyaliklar ancha jiddiy va dadil harakat qilishdi. Natijada futbolchilarimiz qishda Braga klubiga borib kelishdi. Ungacha futbolchilar O'zbekiston chempionatida o'yin amaliyotiga ega bo'lgan holda o'yin amaliyotlarini yanada shakllantirib turdilar. Nihoyat, ular kutgan kun keldi. Bir necha kun ilgari Sodiqov va Hasanov Portugaliyaga yo'l olishdi va Braga klubiga qo'shilishdi. Tribuna.uz nashriga ma'lum bo'lishicha, futbolchilarimiz ushbu klub bilan 1 yillik shartnoma imzolashgan. Ayni paytda Braga U23 jamoasi mashg'ulotlarida ishtirok etishyapti. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.